Assalomu alaykum. Mana aziz bolajonlarim. Hamma banklarda ishlab yurgan o'g'il qizlarim, sizlarga bu jonlaringizni murojaati bor. Asallarim, oq ko'ylaklarni kiyib, bejiklarni taqib olib, biram chiroyli bo'lib o'tirasizlar, xushmuomala bo'lib ishlab o'tirasizlar, havas qilaman. Oq ko'ylaklarda qizlar taqir qilib yonimdan o'tib ketishadi, bankda o'tirsam, qarab o'tiraman. Bir vaqt mashinalarda, inomarkalarda shunday kelishadi, shaxdam qadamlar bilan yurib ishxonalariga kirib kelishadi. Voy, sizlarni yurganlaringni ko'rib havas qilaman. Juda ham havas qilaman. Men bankir, meni birorta nevaram bankir bo'lmadi-da. Bolajonlarim, sizlarga gapim shundan iboratki, mana o'zlaringiz meni telefonim doim jo'natyapsizlar, tinmasdan. TBS bank, Uzum bank, Alif bank, Anor bank 100 million so'mgacha kredit beramiz, garovsiz, hujjatlarsiz, bittagina ariza kifoya. Kartangizga tushirib beramiz deb o'zlaringiz jo'natuvdilaringiz bolajonlarim. Men sadda kampir oldim. Majbur qilib o'rganlaringdan keyin SMS jo'natib o'rganlaringdan keyin oldimda. Nima qilaman? Menga ham kerak, nevaralarimga kerak bo'ladi. Bitta qizim qiz chiqaryapti, bitta o'g'lim o'g'il uylayapti. Shunga kerak bo'lib qolar deb oldimda. 10 million oldim, 15 million oldim. Mana endi bolajonlarim o'zlaring majbur qilib berib qo'yib, endi tinmay so'rayapsizlar. Men sizlarni bu SMSlaringdan telefonimni ushlagim kelmaydi. Tezroq hurmatli mijoz, bir kun o'tib ketdi, bir oy o'tib ketdi. To'lang, muddatli to'lovni to'lang, kreditingizni to'lang, bo'lmasam ishingizni sudga oshiramiz, deyapsizlar. Yana bittalar, bo'lmasam pensiyangizga qaratamiz, deyapsizlar. O'zi ozginagina pensiyam bo'lsa, o'shani ham qo'ymanglar, bolajonlar, o'shani ham olib qo'yinglar. Ha, kredit olmay o'laylar. O'zlaringiz majbur qilib berdilaringiz. Axir o'zlaringiz bilasizlar. Men kampirda pul qattan bo'ladi, unaqa katta pul menda qattan bo'ladi. Pulim yo'qligini bilib turib o'zlaringiz berdilaringiz. Endi so'rasizlarmi hadeb? So'rasizlarmi? Bir kunda 20 marta telefon, shu telefonda o'tib qutulamanmi? Mana shu telefonda o'tib qutulamanmi? Jiringlaveradi. Arafani bilasizlarmi bolajonlarim? Hayitni bilasizlarmi bolajonlarim? Nahot endi hayit kuni, hayitda marosimlarda o'tirsam ham to'lang. Mana bankdan telefon qilyapman, hurmatli mijoz, to'lab qo'ying. Kreditingizni to'lab qo'ying. Kredit olmay qolinglar. Pulim borligini bor bo'lganda beraman-ku bolajonim. Yo'qligini bilib turib o'zlaring berdilaring. Endi to'g'ri 10 million menga mikroqarz berdilaring. Ha, o'sha 10 millionlaringni 20 million qilib beryapman-ku. Meni tilimni qismanglar, iltimos. 20 million qilib beryapman. Bergan 7 million 8 millionlaringni 15 million qilib beryapman. Foizini zo'r qilib katta qilib beryapsizlar bolajonlar. Insof bilan-da endi. Xuddi meni tilimni qisib nima qilgandek, to'lang, ishi sudga oshiriladi. To'lang, nima qilib ko'kitmanglar meni bolalarim. Mas'uliyat majbur qilganim yo'q. Men idoralaringga borib o'tirib olganim yo'q, kredit beringlar menga deb yalinganim yo'q. O'zlaring yalindilaring. Oling, kredit oling, 100 milliongacha oling deb sizlar yalindilaring. Endi bolajonlarim unaqa qo'rqitib sudga beraman deyish ketmaydi. Beringlar sudga. Nima qiladi meni sudlar? Nima qiladi? O'zlaring majbur qilib bergan bo'lsalaring. Men so'raganim yo'q. Berdilaring, o'zlaring men oldim. Endi bu jonlaringni rahmlaring desin bu jonlaringga. Qachon endi pensiyamdan o'tirsam, o'sha olgan kreditlarimni pensiyamdan o'tirsam, sizga, jichasini o'tirsam sizga, ashuna qilib turaman bolajonlarim. Menga ha deb telefon qilavermanglar. Davlang ham yomon ko'tarilib ketsa o'lib qolaman. Keyin kim to'laydi? Men o'lib qolsam, kreditlaringni kim to'laydi? Bu tomonni ham o'ylab qo'yinglar. Ha, kredit olmay qolinglar. O'zim boshimga o'zim balo qilib. Va telefoningiz jiringlayapti. Jiringlamayversin. Olib qo'ymadingmi? Yo'q. 55 bo'lsa olma, 71 bo'lsa olma, xo'pmi? Mana, olmayman. Jiringlaversin. Bir kunda 10 martadan, 100 martadan telefon qilinglar. Olmayman. Xafa bo'ldim sizlardan, bolalarim.